Amerika bilan Xitoyning yuqori darajaliklar munosabati uzilib 7 oydan keyin Amerika prezidenti Jo Bayden bilan Xitoy raisi Xi Jinping qayta telefon suhbati o'tkazgan. Oqsaroyning bildirishicha, Xi Jinping bilan Bayden tunugun telefonda suhbatlashgan bo'lib, taxminan 90 minut atrofida davomlashgan. İki taraf suhbatda dunyodagi ikki chong iqtisodiy gavda raqobatining to'qinishga aylanib ketishidan saqlanish masalasini muzokara qilgan bo'lib, ikki taraf har xil vositalar orqali doimiy aloqani saqlashga qo'shilgan. Rossiya Amerikaning Moskvada turishliq bosh elchisi Jon Sullivanni tashqi ishlar ministrligiga chaqirdi. Rossiyaning muavin diplomatiya ministri bosh elchining Amerika texnika shirkatlarining yaqinda o'tkazilmoqchi bo'lgan Duma saylamiga aralashganligi sababli chaqirilganligini e'lon qildi. Uyg'ur sud kollegiyasining ikkinchi qatimliq isbot anglash yig'ini tunugun Angliyaning London shahrida boshlandi. Har qaysi davlatlardan sudga qatnashmoqchi bo'lgan guvohchilar 9-sentabr Londonga jam bo'lgan bo'lib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati haqidagi bu qatimliq guvohlik berish va isbot anglash sudiga lager shohidlaridan boshqa yana Uyg'ur masalasini tadqiq qilayotgan mutaxassislar va advokatlar qatnashdi. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Turkiya bilan Germaniya o'rtasida imzolangan emgak kelishimining 60 yillik munosabati bilan Prezident saroyida turklarni qabul qildi. Steinmeier Germaniyaga kelgan birinchi avlod turklar bilan birga bu davlatdagi ikkinchi va uchinchi avlod ko'chmanlarni taklif qildi. Rossiya bosh ministri Mikhail Mishustin va Belorussiya bosh ministri Roman Gelochenko Belorussiyaning poytaxti Minskda o'tkazilgan Rossiya-Belorussiya ittifoq davlat ministrlar kengashining yig'inida o'z hukumatiga vakolatan 28 moddali xitobnomaga imzo qo'ygan. İmzalangan xitobnomaga asosan Rossiya bilan Belorussiya G'arbning iqtisodiy jazosiga taqobil turish uchun birlikda harakat qiladi. Gollandiyada hukumat qo'g'dashga ehtiyojli tabiiy rayonlardagi azotning miqdorini azaytish uchun boqimchilik ishlariga tankish ilib berishni planladi. Buning uchun mazkur davlatga chorvachilarning 3/1ni azaytish fikri o'tirib qo'yildi. Shvetsiyaning Holland rayonida yangi tug'ilgan bolasiga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ismini qo'ymoqchi bo'lgan bir oilaning talabi rad qilindi. Bosh idorasining bayonotida qaraganda, tilga ilingan ismning kelgusida bolaga zaxm ilib kelishi mumkinligini ko'zda tutib, bu talab rad qilingan.